Mana qara yig'lavordi. Nima yig'layapsan? Iltimos aka bir qo'l o'ynaylik. Mana bu holatni ko'rib bir tarixiy voqea yodimga tushib ketdi. Kastiliya qiroli o'zining josusini musulmonlarning Andalusiyasiga ma'lumot yig'ib kelish uchun yuboradi. Josus shaharga kirishi bilan bir bolakayning yig'layotganiga guvoh bo'ladi va undan nima sababdan yig'layotganini so'raydi. Bolakay esa unga 10 ta o'qdan bittasini nishonga ura olmaganini aytadi. Josus esa 10 tadan 9 tasini uribsan, bu ajoyib-ku deganida bolakay shunday javob qiladi. To'g'ri-ku, lekin bittagina tegmay qolgan o'q sabab tirik qolgan dushman meni yoki birodarlarimdan birini o'ldirishidan qo'rqaman. Josus ortiga qaytib bo'lib o'tgan voqeani qiroliga aytib beradi. Qirol esa Andalusiyaning bir bolakayi shunday bo'lsa, bahodirlari qanday ekan deb jang qilish fikridan qaytadi. Oradan bir necha yillar o'tadi. Qirol yana josusini ma'lumot yig'ib kelish uchun Andalusiyaga yuboradi. Josus shaharga kirishi bilan bir navqiron yigitning yig'layotganiga guvoh bo'ladi va undan nima uchun yig'layotganini so'raydi. Yigit qizi tashlab ketgani uchun yig'layotganini ma'lum qiladi. Josus bo'lib o'tgan voqeani o'z qiroliga yana aytib beradi. Qirol esa o'ylab ham o'tirmasdan Andalusiyaga hujum qiladi va uni tez kunlarda tormor etadi. Bu bilan nima demoqchiman? Vatanning o'g'lonlari qanday dardda yursa, bu uning kelajagi qandayligini anglatadi. Bugungi o'g'lonlarimiz qanday dardda yuribdi? O'ynab qo'yay.